DTM imtihonlariga mos fursat qolmoqda. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan savollarimiz sizga DTMda yuqori ball olib beradi. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Turkmaniston rahbari Saparmurod Niyozov faoliyati bilan bog'liq to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. Birinchi savolda kelyapti, ya'ni to'g'ri variantlarni olishimiz kerak. Xalq majlisi qaroriga ko'ra umrbod davlat lavozimini egallaydi. Bu to'g'ri. Marv shahri davlat poytaxti deb e'lon qilinadi. Bu esa xato variant. Bir to'g'ri bo'lgan variantlarga qaraydigan bo'lsak, variantlar ichida A variant bilan C variant chiqib ketadi va bizda 50-50 variant qoladi. Endi ikkinchi variant xato dedik. 3 ga qaraymiz. Turkmanboshi unvonini oladi. Aynan Turkmanboshi unvoni Saparmurod Niyozov tomonidan olingan ikkita variantda ham 3 variantlari bor. Keyingi savolga o'tamiz. Milliy valyuta tenge muomalaga kiritiladi. Tenge aynan Qozog'istonda. Bu variant xato. 4 bo'lgan variant xato deydigan bo'lsak, bizda to'g'ri javob B bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Quyidagi grafik asosida tarixiy asar va ularning voqealari bilan bog'liq keltirilgan ma'lumotlarni toping. Ya'ni bu yerda kelyapti Muhammad Solihning tarixi jaddiy Toshkent. Bilamiz, Muhammad Solih Toshkentning tarixi jaddiy Toshkent asari bor. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Navodilul voqea unga tegishli emas. Muhammad Yusuf Munshiydiniki emas. Bularga ham tegishli emas. Faziliy Namangoniy Ubarnoma asar. Demak, to'g'ri javob D variant. Keyingi savolga o'tamiz. Qaysi Afg'oniston hukmdori davrida Kobulda vazifa afg'on xatti-harakati hamda Buyuk Britaniya yuborilgan qarzlar sarflanadigan ustidan nazorat qilish ingliz rezidensiyasi ochilgan. Bilamiz, inglizlar 1878-yil kirib kelgan paytda aynan Yoqub xon edi. Ismoil Safaviy qaysi shahar hokimi bo'lgan? Variantlarda Isfahon, Qandahor, Kobul, Ardabil. Siz aynan buni kommentariyaga yozib keting. DTM bo'yicha muhim savollar va darslar aynan Telegram kanalimda berib boriladi. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying.